Assalomu alaykum Surxon Fasad obunachilari. Mana ko'rib turganlaringizdek Qiziriq tumaniga toshlarimizni olib kelganmiz. Xo'p, buni rekasini to'qilishi xuddi mana shunday bo'ladi. Iyniga beriladi bir qator. Keyin vertikalni beriladi mana shunaqa. Aka, bir osilib ko'rsatingchi, mustahkamligini tekshiraylikchi. Mana. Ko'rib turganlaringiz akaning vesi 100 kilo chiqadi kamida. Bitta odam osilib hech narsa qila olmayapti bunga. Xuddi mana shunaqangi devorlarga reka xuddi shunaqa teriladi. Mana o'zining razmeri bor buni. Birinchi razmeri 38 bo'ladi, keyingi razmeri 48 sm dan terilib ketadi. Burchaklari mana shunaqangi tunukaфон bo'lib, chiroyli qilib yopiladi. Xuddi mana shunaqangi teriladi. Tomonda ham qilingan mana. Uyimiz 90 kvadrat. Devor tanlamas, fasadni plitka toshlarimiz. Kimga mana shunaqangi fasad plitka kerak bo'lsa, bemalol nomerlarga aloqaga chiqishingizlar bo'ladi.